Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün fiqh dərslikimizin 4-cü dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə sunun 3 qismləri haqqında sözləyən idik. Ondan keyin biz eşib qalğan sununki hökmləri haqqında sözləyən. Adam içib eşib qalğan sunun hökmü qanday oldu? Yəni ondan taharat ağılı bulamdı, bulmamdı? Hayvanlar içib eşib qalğan sudan taharat ağılı bulamdı, bulmamdı? Biz bunu bir qancha türlərə bölüb hamısının ayrım-ayrım hökmünü sözləyən idik. Hem de biz bugünkü dersimizde nicaset hakkında toxtalımız. Nicaset degen nime? Onda olsa biz derslerimizni başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. En-necase. Bu nicaset degen nime? Nicaset degenimiz hiye mustaqdirun yemna'u min sihhati salat haythu la murahhas. Nicaset degenimiz namaznınki toğır buluşunu çekleydiğen, ruhsat berilmegen meynet nese. Yani şu nicasetler bizning bedenimizde, kiyimimizde yoki namoz o'qiydigan yerimizde bo'lib qolsa, namozimiz to'g'ri bo'lmaydigan maynet paskin narsalarni ko'rsatadi. Ular qaysi degan vaqtimizda buning birinchisi lahmul khinzir, cho'shqa go'shi. Cho'shqa go'shi Qur'on Karimda uchuq necis ekanligi bayon qilingan birinchi darajalik necis narsa. Cho'shqining go'shi ham necismi? Yo'q. Cho'shqining suti, terisi, cho'shqa aloqador bo'lgan, hatto yungi hamma narsa necis. Hatto cho'shqining terisi necha ming qatim, necha yuz qatim ashlansimi, 4 mazhabning ittifoqi bilan poklanmaydi. Lahmuhu وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغا نجس. Onun göşü bütün azaları, yunları, soğakları, terisi, geriç terisi aşlangan bolsa mı necistir deydi. Bu Kur'an'da uçuk ayet bilen bayan kılıngan. İkincisi Eddemul ademi vel hayvan gayrul ma'i. Ademninki qini ve quruqluq hayvanlarının qini necis bir şart bilen. O qaysi? O qanninki eqib chiqqan bo'lish sharti bilan. Aqmagan tomurimizdagi yoki qo'ylar ulab bo'lgandan keyin go'shtning orasidagi bu qonlar necis emas. Shu yerda birinchidan addamul adami, odamning qini. Shu qonun bo'lishi kerak, etib chiqqan bo'lishi kerak. Masalan, qatlash vaqasiga uchrab, jarohatlanib etib chiqqan qon bo'ladi, eqib chiqqan qon bu necis bo'ladi va hayvan gayrul ma'i, quruqluq hayvani. Mayli u hayvan go'shtni yegili bo'ladigan, qo'ylarga o'xshash hayvon bo'lsin, go'shtni yegili bo'lmaydigan boshqa hayvonlar bo'lsin, hammasininki eqib chiqqan qonining bo'ladi, necis bo'ladi. Shunga deydi, "İza kana masfuhan", agar eqib chiqqan qon bo'lsa. Buningdan istisno qilib oladigan bir qancha turli qonlar bor. Buning birinchisi shahidning qini. Shahidning qini etilib chiqsin, eqib chiqsin. Shu shahidlan bo'ldi ekan, bu nima emas? Necis emas. Va damus samak va biliqning qini. Shunga biz gayrul ma'i deganimiz shu. Gayrul ma'i. Quruqluq, ya'ni suvda yashamaydigan biliqning qini bo'lmagan boshqa hayvonlarning qini. Unda bo'lgan ekan, biliqning qinining bo'ladi, necis bo'lmaydi. Vadamul kabad va jigarning qini. Jigardan chiqqan qon necis emas. Va tahal va taldan chiqqan qon bu necis emas. Val qalb va yurakning qini chu necis emas. Üçüncüsü bawlul adami va qay'ihi va ghaitihi ve bawlul hayvan gayrul ma'kul ve qay'ihi ve ghaitihi. Ademning suydiki ve onun qusuqi ve onun çoğ taharati. Ademning nimasi? Suydiki, çoğ taharati ve qusuqi. Şundaqla güçlü ilgili bo'lmaydigan hayvonlarning suydiki, qusuqi ve çoğ taharati. Mesela itlarning, çoşqularning, eşeklarning kichik suydukları, tizekleri
va uningki qusuqlarini buldu necis. İlla bir istinaqlıq yeni bir narsa. O qaysı desənglər, bavulul far. Saçqanın suydukə bu necis emas. El-xamr haraq. Tört məzhəbnin ittifaqı ilə haraqның özü şu suyuqluğu nimo necis. Çünki Allah Teala Kur'an-ı Kerimdə innemel xamru vel meysur vel ansab vel azlam ricsun min ameli şeytan dedi. Ricsun. İnnemel xamru haraq rics. Rics degan nima? Necis. Allah necis dedi. Onun deyken el-qayh ve sadid. Qayh kan arlaş yerin. Sadid sap yerin. İkilisi nima? Necis. Bunun şərti ve necisu minhum ikisinin necisi huvel kefir. Köpü. El-mezi vel-vedi. Mezi ile vedimo necis. Az olsun köp olsun. Vel-mezi mezi degeni versənlər huve ma'un abyad raqiqun yaxrucu inde thawran şehve. O mezi ak süzük su. Şehvet ölegende çıkıdığan. Vediço ma'un abyad o aksu quyuq, duğa. Yaxrucu aqbil bowl. Süydükten keyin chiqadi va ig'ir narsalarni ko'targan vaqtda chiqadi. Ikkilisi necis. Ondan keyin lahm maytul hayvan g'ayril ma'i allazi lahu damun sa'il. Birinchidan quruqliq, shundaqla uning qeni bo'lgan hayvonlarning ülüki. Tabi. Mesela it, şundağı bu quruqluq hem onun qeni var. Qo'y, mushuk, qushqoch hammasi. Yani gayrul ma'i. Quruqluq bo'lgan, meyli uning go'shtini yegili bo'lsin, meyli uning go'shtini yegili bo'lmasin, ha? Buningda go'shtni yegili bo'lish shart emas. Go'shtni yegili bo'lsin, tapla. Uning hammasi nima? Uning tapi necis. Amma bir şartı o qaysi lahu damun sa'il. Onun nima ulash kerak? Qeni ulash kerak. Onun tirisimi şunda qolda necis oldu. Eğer aşlanmagan bolsa. Aşlangan bolsa pak oldu. Paklanmaydigini çoşqunun tirisi bilan faqat itning mush ikkisilam qana qiladi. Ayrib chiqariladi. Aşlansımı pakiz olmaydigan. Ondan keyin luhumul hayvan gayrul ma'kul ve albanuhu. Go'shtni yegilib olmaydigan hayvonlarningki go'shtlari va uning sutlari mo necis o'xshashlar. Masalan, itning li'annaha mutawalladu minha. Chunki sutmo go'shtdan paydo bo'ladi, go'shtning hukmini oladi deydi. Mana bu nijosatningki turlari. Endi nijosatni o'qitdik. Nijosatmi bir xil bo'lamdi degan chaqda bir xil olmaydi. Ig'ir nijosatlar va yenik nijosatlar var. Qaysi ig'ir nijosat, qaysi yenik nijosat? Nijosat ikki xil bo'ladi. Birinchisi an-najasatul mughallaza. Ig'ir nijosat, ikkinchisi an-najasatul mukhaffafa, yenik nijosat. İkkilisinin hukmi o'xshamaydi. Masalan, nijasatul mughallaza qaysi degan vaqtimizda ma thabatat bi dalilin maqtu'un bih. Yani keskin delille sabit olan narsa. Onun necis ekanligi keskin delille sabit olan narsa. O keskin delil degan nima edi? Qur'on bilan mutawatir hadis bilan uning necis ekanligi sabit bo'lgan narsalarni bo'ladi. Bu nijasa mughallaza bo'ldi. Masalan, ad-damul masfuh. Qur'on Karimda uchuqba, xamir, uchuqba, cho'shqining go'shi, bu uchuqba. Bu nijasa mughallaza bo'ladi. Bu nijasa mughallaza bo'lsa, uning hukmi qanday bo'ldi deganda وَيُعْفَى مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ مِقْدَارُ الدَّرْهَمْ فَمَا دُونَهُ. Kiyimga yuqib qalsa, tengi miqdori yoki uningdan kichikroq bo'lib qalsa, kechirim qilinadi, uningdan cho'ng bo'lib qalsa, kechirim qilinmaydi. Ya'ni namoz to'g'ri bo'lmaydi, cho'qim uni yuvib tozalab qana qilish kerak, namoz o'qish kerak. Undan keyin an-najasatul mukhaffafa desa, "Va hiya ma thabatat bi dalilin ghayr maqtu'un bih." O keskin bo'lmagan, ya'ni zanni dalillan sabit bo'lgan narsa. Zanni delillen onun necis ekanligi sabit bo'lgan narsa. Zanni delilin qasdi ahad hadislar, ya'ni mutawatir hadislardan boshqa hadislar. Masalan, go'shtni yegilib bulduğan qo'ylarning, kallalarning suydikining hukmi
Atning suydikining hukmi nima bo'ldi? Nijosat, ammo muxaffafa. Güçlü ilgili olduğun qo'yning kalının suydiki nima? Nijosat muxaffafa. Yenik nijosat. Ya'ni kiyimimizga qo'yning suydiki yoki kalının suydiki yuqib qolsa, namoz o'qilib bo'ladi, bo'lmamdi. Buningdan kechirim qilinadigan miqdor qanchalik? Jazatus salatu ma'ahu ma lam yablugh rub'u thawb. Kiyimning 4ning biriga yetmagan bo'lsa, kechirim qilinadi. Mughallada qanchalikda? Tengi miqdori. Muxaffafada kiyimning 4ning biriga yetmagan bo'lsa, kechirim qilinadi. Agar 4ning biriga yoki undan ko'proq bo'lib qolgan bo'lsa, bu kechirim qilinmaydi, cho'qim yuyish kerak. Endi hayvonlarning suydiki va uningki tizaklarining hukmlari. Endi hayvonlarningki suydik ve tizeklerimi iki xil bo'ldi. Yuqorida biz bo'lgan iki xilga ayrıldı. Ba'zilarining mughalla ve ig'ir nijosat bo'ladi, ba'zilarining hinik nijosat bo'ladi. Qaysining ig'ir nijosat bo'ladi, qaysining hinik nijosat bo'ladi degan vaqtimizda ig'ir nijosat bo'ldig'ini güçlü ilgili olmaydigan her qandaq hayvanning suydiki ve tiziki ig'ir nijosat. Itningki poqlari, müşkning poqlari va suydukları ig'ir nijosat. Ya'ni badanimizga yoki kiyimimizga yoki jinimizga tengi miqdori yuqib qolgan bo'lsa, kechirim qilinadi. Agar uningdan cho'ng yuqib qolgan bo'lsa, to'g'rilmaydi, uni yuvish kerak. Shundaqla otning va kalining tiziki. Otning va kalining tiziki suyduk emasa, tiziki buni bo'ladi, ig'ir nijosat kiradi. Undan nijosati muxaffafaga qaysi kiradi degan vaqtimizda otning suydiki ve güçlü ilgili bulduğun hayvanın suydiki. Qo'yning suydiki, kalning suydiki. Şundaqla güçlü ilgili bo'lmaydigan uchar qushninki güçlü ilgili olmaydigan uchar qushninki mayaqlari, poqlari nima bo'ladi? Bu yenik nijosatga kiradi. Güçlü ilgili olmaydigan güçlü ilgili olmaydigan uchar qushninki mayaqlari yenik nijosatga. Masalan, burkutninki nimasi? Yani yirtqich. Uchar qushlarninki güçlü ilgili olmaydigan yirtqich uchar qushlarninki mayaqlari nejis ama muxaffafa. Endi bu hayvonlar ichidan uning mayaqlari, suydukları pokizlarmi bormi desa, albatta bor. O qaysi desa, güçlü ilgili bo'lgan uchar qushlarning mayaqlari pokiz. Qushqoshninki, kaptaning mayaqlari nima bo'ldi? Pokiz bo'ldi. Demak, hayvonlarninki suyduk va mayaq va poqlari 3 qismga bo'linadi. Ig'ir nijosatlar bor. Masalan, nimaga o'xshash? Bütün güçlü ilgili olmaydigan hayvonlarninki suyduk va tiziki ig'ir nijosat. Shundaqla kalining, otninki tiziki ig'ir nijosat. Onun ikincisi, yenik nijosat qaysi kiradi degan vaqtimizda otning suydiki va güçlü ilgili bo'lgan barliq hayvonlarning, qo'ylarning, o'chkilarning, barliq hayvonlarning suydikini bo'ladi, yenik nijosat bo'ladi. Va güçlü ilgili bo'lmaydigan uchar qushlarninki mayqi yenik nijosat bo'ladi. Endi bu hayvonning suydik nimalarining ichidan pokiz bo'lganlari güçlü ilgili bo'lgan uchar qushlarning mayaqlari pokiz. Badanimizga, kiyimimizga kaptaning mayqi, kapta mayaqlab qo'ygan bo'lsa, qushqish mayaqlab qo'ygan bo'lsa, uni yumay namoz o'qisimi bo'ladi. Ya'ni ado topadi. Unda bo'lsa arkadaşlar bizning nijosatga aloqador darsimiz bugun mushu yerda oxirlashdi. Oxirgi kuni kun berilgan buni sizlar ishlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. Masalan, ixtaril ijabata sahiha fi ma yali. To'g'ri javobni tanlang deydi. Bawlul baqar. Kalning suydiki nejasa mughallazami, nejasa muxaffafami yoki tahirmi? Bawlul adami al-baligh. Balag'atga yetgan odamning suydiki. Maytatu zubab, chivinninki üleklari. Buni hukmi nima? Maytatu samak al-qurush. Biliqninki ülüki pokizmi, nijosatmi? Mushunga sizlar javob berasizlar. Chivinning ülüki pokizmi? Mushuning javobini sizlar kitobdan topa olasizlar. Bugungi darsimizda mush chiqdi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.